g'alati irim-sirim, baxshi folbinlarga ishonib qoladigan bolalar bo'ladi, bilasan? O'chib tur. Bugun ana shunaqa otib beradiganiga 5000 so'm beruvdim. Seni kelajakda Gentra mashinang bilan bitta zo'r uying bo'ladi dedi. 20 ming beruvdim. Malibu 2 bilan 2 etajli uying bo'ladi deydi. $100 berganingda sen Amitabh Bachchan bo'lib qolasan derdi. Sendaqa ishonadigan odamlar bo'lmaganda ana Bormog'ro degan aka o'zbek tibbiyotida 2-o'ringa chiqib qolmasdi, siraza Ibn Sinodan keyin. U ishonma bo'lmaydi bu so'z. Ashaka boru, mana o'rgimcha odamni o'rgimcha chaq bo'lganda qo'lani qovib qo'ygani, u akani ham balki asalari chaq bo'lib aniga shifo baxsh bo'lib qo'ygandir deydi. Akani mashina urib ketgan yoshligida, qanaqa shifo baxsh bo'lib qoladi? Yo'q unaqa narsa. To'g'ri, haqiqatda ishon bo'lmaydi. Men ham hali kuni lekin bir marta ishondim, oldimdan qora mushuk o'tuvdi, samolyotda ketishim kerak, yash kuni ketmadim. Yomon kunim bo'lishi mumkin edi deydi. Yomon kuning bo'pti-yu, hamma ketibdi, sen qolib ketibsan. Yo'q, men chiqqanimda avariya bo'lib ketishi mumkin edi deydi. Yo, sendan tashqari samolyotda oldidan qora mushuk o'tmagan odamlar ham bor, to'g'rimi? Samolyot qulab, faqat oldidan qora mushuk o'tganlar o'lmaydi-yu, to'g'rimi?